4 etaj ekan, 3-etajda turibmiz. 3-etajdan 3 xonali uy, 80 kvadrat metr, adresimiz Sharq bozorcha. Xo'p, uyni obzorini bitta ko'rib chiqamiz, keyin narxiga o'tamiz. Mana bu kiraverish eshigi, prixoshkamiz. Prixoshkamiz ancha kattagina, birinchi uy. Xo'p, adresimiz mana yo'l yoqasida, Sharq bozorcha tomonda. Ko'katlar, chiroyli vid. Xo'p, ikkinchi uyimiz. Uylarimiz ham ancha kattagina, toza yevro remontdan chiqqan uyimiz. Pardalar, hamma narsasi o'zida qoladi. Xo'p. Mana bu mehmonxona. Bitta zo'r tomoni, sanuzellarimiz ham razdelniy, eshiklar almashgan. Zo'r tomoni 6 metrli balkoni bor. Balkonni ovqatlanadigan joy qilsangiz, mana bu yerda yana bitta prostranstvo sizlarga qoladi, nimadir qilish uchun. Mana 6 metrli balkonimiz, gazli garnitura, mebeli. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 50 ming 900 deyaptilar, yana o'tadigan joyi bor. 80 kvadrat metr.